Assalomu alaykum aziz obunachilar. Obunachilar, bugungi hovlimiz tabiati juda ham chiroyli, salqin bo'lgan joyda 6 sotixlik hovlimiz sotuvga chiqdi. Fasad 18,5 metrga 35 metr bo'lyapti. Bu joyimiz Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani Kavardan mahallasidan. Hozirgi yangi nomi Obod Turmush. Tekis joy. Bu joyimiz tuman markazi Yangi bozorga 2 kilometr. Yangi Toshkent hududiga 2,5-3 kilometr joyda joylashgan. Yangi O'zbekiston bog'iga 8-9 kilometr joyda turibdi. Hovlimiz to'g'ri burchakli, 2 xonali vremyankasi bilan. Tekis joy. Yonidan arig'i oqib o'tgan, salqin bo'lib turadi bu joylar. Gaz, svet, suv, kommunikatsiya hamma xizmatlari mavjud. Kelib ko'rishingizni tavsiya qilamiz. Bu joyimizga egalari umumiy $50,000 narx qo'yishgan. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqinglar, yana narxidan o'tib berishamiz deyishyapti. Kadastr hujjatlari tayyor. Bir kunda nominglarga o'tadi, xudo xolasa. Kimga yoqsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib, batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.